Ammo bu yoshligidan jiyanini bag'riga bosib, ovqatini yedirib, katta qilgan mehribon qo'llar. Ammo bu akasi yoki ukasi koyisa ham bola hali kichkina, tushunmaydi deb jiyanini yonini olib himoya qilgan suyanchiq. Ammo bu jiyaniga sirli gaplarni aytib, ikkovimizning sirimiz bo'lsin-a deb kulib qo'yadigan yaqin do'st. Ammo bu jiyanining tug'ilgan kuniga eng zo'r sovg'a olib keladigan, meniki boshqacha bo'lsin deb harakat qiladigan inson. Ammo bu jiyanining telefonini olib, birga selfie qilib, biz ham trenddamiz deb zavqlanadigan yaqin inson. Ammo bu uyga borsang jiyanim keldi deb dasturxon yozadigan, qo'lingga issiq non tutqazib, yo'lga duosini berib kuzatadigan ayol. Ammo bu jiyaniga yaxshi qiz qidirib, eshikma-eshik sovchilikka borib yuradigan fidoyi inson. Ammo bu ba'zan ona o'rnini bosib, ba'zan eng yaqin do'stdek yoningda bo'ladigan qadrli inson. Shunday ammalar bor. Jiyanini bolasidan ham ortiq ko'radigan, yonini olib mehrini ayamaydigan. Agar sizni hayotingizda bunday insonlar bo'lmasa, sizni o'zingiz mana shunday inson bo'ling.